Shuning uchun bobomiz Hazrat Mir Alisher Navoiyni so'z mulkining sultoni deyshadi. Sanmisan? Adabiyot o'qituvchisi? Ha, men. Assalomu alaykum. Sanga emas, mani bolamga ikki qo'yish. Qishloqqa. Og'zingizga qarab gapiring. Sanga emas, qanaqa gapirishni o'rgatish menga. Sen qayerda dars berayotganingni bilasanmi o'zi? Bu yerda kimlarni bolasi o'qishini bilasanmi? Sinfxonadan chiqib keting. O'quvchilar qo'rqishyapti. Sen mana bu yoqqa yur. Ay, qo'yvoring, sochim og'riyapti. Ay, Og'riyapti. Mani bolam emas, sen ikki qo'yganing uchun qalbi og'riganichi? Ha? bolangiz bilimiga yarasha baho oldi. Harakat qilsa yaxshi bo'ladi. Mani bolamga sani fanning shart emas. Sanga ham, faningga ham tupurdim. Ay, Dinga. qo'yvoring. Hey, qo'yib yuboring, nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Ahmoqmisiz? Pasuda mo'ykachi ustoz-ku. Hoziroq. Ikkicha tarbiyasiz bolangizni olib keting maktabdan. Keyin qoringizni ham ko'rsatmang. O'quv yilining o'rtasida bola qayerga boradi? Tarbiyasi og'ir bolalar o'qiydigan. Yo'q. Ota-onasini tarbiyasi og'ir bolalar o'qiydigan maktabga borib o'qisin. Men 1 yillik to'lovni to'lab qo'ygan. Kerak bo'lsa, 2 yillik qilib qaytarib beraman. Faqat siz turqingizni ko'rsatmasangiz bo'lgani. Bo'ldimi? Hozir puli qaytarib beriladi, indamay ketaveradimi bular? Siz kimsiz? Nega aralashyapsiz? Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Va mana shu maktabda o'qituvchiman. Qolaversa, mana bu o'qituvchini mana bu xotinni changalidan qutqarib olgan odam. Bu ayolni ruhiy holati yaxshi bo'lmagan. Natijada o'qituvchiga qo'l ko'targan, lekin tan jarohat yetkazmagan. Shunday bo'lishiga qaramay, fuqaro Ashurova fuqaro Avazvadan kechirim so'raydi. Uzr. Menimcha hammasi hal bo'ldi. Bo'ldimi? Bitta uzr so'radi, bo'ldimi? O'qituvchi maktabda o'quvchilar orasida bitta ikkichi tarbiyasiz bolani onasidan kaltak yeb obro'sizlanib qolaveradimi? Bo'ldimi? Uzr so'radi-ku. Hurmatli katta leytenant. Aytaylik, bu ayol o'qituvchini emas, militsiya xodimini urganda nima bo'lardi? Bu ayol o'zi bilib ongli ravishda o'qituvchini sochidan yuldi. Men ko'rdim. Aytaylik, bu ayol o'zi bilmagan holda, o'zi xohlamasdan bir militsiya xodimini vagonini yulib olganda nima bo'lardi? Menga unaqa qaramang. Bu savol faqat sizga emas. Bu savol faqat militsiya xodimlariga ham emas. Bu savol butun o'zbek jamiyatiga. Xo'sh, bu ayol o'qituvchini emas. Aytaylik, erkak militsiya xodimini urganda nima bo'lardi?